Kimning so'zlari rost chiqdi? Unikimi yoki menikimi? Men chempion bo'lganimda, u yengil vaznga qaytsa, navbatda tursin. Jack Della Maddalena ham juda xavfli jangchi. U zo'r harakatlanadi, kurashga qarshi yaxshi himoyalanadi. O'ylaymanki, oldinda bizni zo'r jang kutmoqda. Islomda vazn tushirish bo'yicha hech qanday muammo bo'lmagan. U yarim o'rta vaznga ham chiqqani yo'q. Ayniqsa u yerda Belal bor paytda. Ammo hammamiz bilamizki, vazn tushirish bu dahshatli jarayon. Endi savol, agar u yarim o'rta vaznda chempion bo'lib qolsa, shu yerda qoladimi? Quloq sol. Men bir narsaga ishonaman. Agar Islom yarim o'rta vaznga o'tsa, u 2 barobar kuchliroq bo'ladi. Chunki u endi vazn tashlash haqida o'ylamasdan, yanada qattiqroq mashg'ulot qiladi. Endi o'sha Tapuriyaning gaplarini bilmadim. Go'yoki Islom undan qochgan emish. Aslida o'zi qochgan, yarim yengil vazndan. U na Mavsar bilan jang qildi, na Diego bilan. U bilan, bu bilan, Volkanovski bilan ham revansh ham yo'q. Tushunyapsanmi? U hech biri bilan jang qilmagan, chunki endi vaznni bajara olmaydi. Islom esa butunlay boshqa yo'ldan ketmoqda. U buyuklikka, merosga intilyapti. Agar Islom McGregorning eng cho'qqisidagi davrida u bilan jang qilish imkoniyatiga ega bo'lganida, albatta yengil vaznda qolgan bo'lardi. Chunki u McGregorni yomon ko'radi va u bilan hisob-kitobni yakunlashni xohlaydi. Ammo Tapuriya McGregor emas. Ha, albatta u yulduz, lekin super yulduz emas. Buni hurmat bilan aytayapman. Men raqamlarni bilaman. Men nimani gapirayotganligimni tushunaman. Tushunyapsanmi? Ha, umuman olganda bu pay-per-view masalasi ham endi sekin-asta o'tmishga aylanayotganday. Kim biladi, ehtimol sport butunlay boshqacha tus oldi. Turli streaming xizmatlari va hokazo. Hammasi o'zgarib boryapti. Ha, yana bir narsa. Islom Tapuriya bilan jang qilgudek bo'lsa, u jangda to'rga bir favorit bo'ladi. Ammo u Maddalena bilan jang qilgudek bo'lsa, juda ozgina favorit bo'ladi. Chunki odamlar tushunadi, raqib sifatida Maddalena Islom uchun Tapuriyadan anchagina xavfliroq. Bu haqiqat. Men bunga qarshi chiqa olmayman. Bu jang har qanday narsa bo'lishi mumkin. Ammo odamlar gapiryapti, go'yoki Islom chempionlik kamarini bo'shatdi, faqatgina xalqaro jang haftaligida Tapuriya bilan jang qilmasligi uchun. Axir u haftalarda doimiy ravishda 800 ming atrofida pay-per-view sotiladi. Islom bilan ham usiz ham, Tapuriya bilan ham usiz ham farqi yo'q. Bu haftalar doimiy shunday raqam ko'rsatgan. UFC logotipini o'zidayoq namoyon. Xulosa qilib aytsam, menimcha Islom yarim o'rta vaznda chinakam muammo bo'ladi va o'sha yerda kamarni himoya qiladi. Albatta, Maddalena juda jiddiy jangchi. Jangda hamma narsa bo'lishi mumkin, ammo men hech qachon o'zim ishonmagan jangchini ilgari surmagan bo'lardim. Men esa ishonaman, Islom eng yaxshi jangchi va agar u yarim o'rta vaznda kamarni qo'lga kiritib, uni himoya qilsa, u holda u tarixdagi eng buyuk jangchiga aylanishi aniq. Islomning yarim o'rta vaznga o'tishi atrofida juda ko'p gap so'zlar yuribdi. Kimdir aytayapti, u yengil vaznga sig'mayapti. Kimdir esa u yangi yutuqlar sari ketmoqda deydi. Menimcha Islom juda aqlli va kuchli jangchi. Yarim o'rta vaznda u katta shov-shuv ko'taradi. Bunga ishonaman. Ha, ehtimol u uchun vazn tushirish og'irlik qila boshlagan. Oxirgi 2 kartda biz birga tayyorgarlik ko'rgan paytda u holdan toygan, charchagan ko'rinardi. Shuning uchun menimcha u to'g'ri qaror qabul qildi. Biroq shu bilan birga Jack Della Maddalena ham juda xavfli jangchi. U zo'r harakatlanadi, kurashga qarshi yaxshi himoyalanadi. O'ylaymanki, oldinda bizni zo'r jang kutmoqda. Ammo Islom bu sinovdan ham o'ta oladi. O'ylaymanki, biz ajoyib jang kutyapti. Islom bu jangni anchadan beri targ'ib qilib kelayotgan edi. U yarim o'rta vaznga chiqishni xohlayotganligini ochiq aytgan. U yirik yigit, endi yengil vaznga sig'ish unga juda og'ir bo'layapti. Shuning uchun menimcha bu uning to'g'ri qarori bo'ldi. Nima uchun u ham Tapuriya ham chempionlik kamarlarini bo'shatishdi? Bu menga qorong'u, balki bu UFC'ning yangi kontrakt shartnomalaridan biridir, bilmayman. Ammo yana aytaman, Islomning yarim o'rta vaznga chiqish g'oyasi menga yoqdi. U hammaga o'zining eng yaxshi jangchi ekanligini isbotladi. Pound for pound reytingida yetakchilik qildi. Biroq menimcha Maddalena bilan bo'ladigan jang ko'pchilik o'ylayotgandek oson bo'lmaydi. Ayniqsa Maddalena hozir Craig Jones bilan, Volkanovski bilan birga shug'ullanayotganligini hisobga olsak. Aynan o'sha Volk birinchi jang oxirida Islomni silkitgan edi. Shunday hamkorlar bilan ular tayyorgarlik uchun juda ko'p foydali ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Xullas, menimcha Maddalenaning Islomni mag'lub etish uchun haqiqiy imkoniyati bor. Islom oxirgi xabarda senga shunday yozgan: yengil vazn va hech kim, hech bo'lmasa bitta g'alaba qozon, keyin gaplashamiz bolakay. Bilasizmi, boshidanoq u hammaga o'zini chempion sifatida ko'rsatishga harakat qilardi, go'yoki tanlov bordek. Taxminan bir hafta oldin u yarim o'rta vaznga ko'tarilganda kamarni bo'shatmasligini aytgandi. Eslaysizmi buni? Ha, bo'lgan edi. Men esa yengil vaznga chiqqanimda darrov aytdim.
Hech kimdan hech narsa so'ramayman. Darrov kamar uchun jang qilaman. Natijachi, kimning so'zlari rost chiqdi? Unikimi yoki menikimi? Men chempion bo'lganimda u yengil vaznga qaytsa, navbatda tursin. Islom sening g'alabangni istagan edi va seni jangga chorlab ham ulgurgan. Bu haqida nima deysan? Albatta, u jangimizni tashkil qilishga harakat qilayotganligi juda ajoyib. Men uchun bu jang orzuning ro'yobi. Ishonamanki, men uni mag'lub etaman va Volkning qarzini qaytaraman. O'ylaymanki, Madalena uchun keyingi jang bu Islom Maxachevga qarshi bo'ladi. Agar o'zim Madalena o'rnida bo'lganimda, hozirroq zaldaman va mashg'ulotlarni boshlagan bo'lardim. Chunki Islomning takedowndagi mahorati Belalnikidan ham kuchliroq va menimcha u Belal singari jangni turgan holatda olib bormaydi. Nega Belal bunday qilganligini bilmayman. Balki takedown qilishning iloji bo'lmagandir, balki Madalena bunga yo'l qo'ymagandir yoki balki u nimadir isbotlamoqchi bo'lgandir. Har qanday holatda ham Belal odatdagidan kamroq takedown qilgan, lekin Islomda bunday bo'lmaydi. Seningcha Islommi yoki Belalning zarbasi kuchliroqmi? Taxminan bir xil. Ha, menimcha ular bir darajada. Faqat farqi shundaki, Islom zarba berishda ko'proq o'rgatilgan. Klassik jangchi. Belal esa beparvo tarzda jang qiladi. U improvizator. Bu esa uni hatto xavfliroq qiladi. Islomda esa klassik kickboksing uslubi bor. U samarali va ancha qattiq uradi va bu unga natija keltiradi. Lekin Belal singari beparvo. To'g'ri, zarbalar bilan tashlanadigan jangchi bilan ishlash ancha mushkul bo'ladi. Men shuni aytmoqchiman. Har bir jangchining barcha jihatlarini birma-bir tahlil qilishning hojati yo'q. Ammo umumlashtirib aytganda, Belal yarim o'rta vazn chempioni bo'lgan, Islom esa yengil vazn chempioni. Qanday qarama-qarshi qo'ymang. Ular uslubi juda o'xshash. Men agar ular jang qilsa, Belal Islomni yengadi demayman, lekin fakt shuki, Belal o'z divizionida chempion bo'lgan. Va endi Madalena Belalni mag'lub etganini hisobga olsak, u Islomni yengish imkoniyatiga ham ega. Islom yarim o'rta vaznga ko'tarilib, Madalenani osongina yengib o'tib ketadi degan gap bo'lmaydi. Bu juda raqobatli jang bo'ladi. Jack Della Madalena uchun Belalga qarshi jang. Bundan zo'r tayyorgarlik bo'lmasdi. Chunki Islom Maxachev singari raqib bilan jang qilishdan oldin u bilan kurashish kerak bo'ladi. Va bu jang Jack uchun zo'r sinov bo'ladi. Islom unga bosim qiladi, uni kurashga majburlaydi, xuddi Belal Muhammad qilgan ishni qiladi. Bu Madalenani Islomga qarshi jangga yaxshi tayyorladi. Va men aytaman, Madalena bu jangda men kutmagan darajada saviyani ko'rsatdi. Men hech ham o'ylamagandim-ki, 3 raund davomida Belalni takedownlarini to'xtata oladi. Faqat oxir-oqibat Belal uni yiqita oldi. Uning boksi esa hayratlanarli darajada edi. Men har qancha Islom do'stim bo'lsa-da, obyektiv bo'lishga harakat qilaman. Madalena uchun bu Islomga qarshi juda qiyin sinov bo'ladi. Ha, to'liq qo'shilaman. Islom va Belal birgalikda mashq qilgan. Nima bo'lganini biz bilmaymiz, lekin Madalena Muhammad jang videosini ko'rib, Islom nima deganligini juda bilgim keldi. Ishonchim komilki, u ham o'ziga shunday degandir. U kutganimdan yaxshiroq ekan. Keyingi mavzuda biz Gruziya haqida gaplashamiz. Taporiya haqida. Ha, Taporiya u Gruziya vakili. Hozir juda mashhur jang. Sen u bilan anchadan beri tanishsan shekilli. Avval All Stars zalda birga mashg'ulot qilgansizlar. Hali unchalik mashhur bo'lmagan paytlar. O'sha mashg'ulotlar vaqtida sen unda bo'lajak chempion salohiyatini ko'rganmiding? Albatta. O'sha paytda ham u ringda top darajadagi jangchi edi. Xuddi men kabi. Unda boshqalardan farqli jihati bor edi. U mehnatkash edi. Biror narsaga erishishni chin dildan istardi va u bugun sportda erishish mumkin bo'lgan deyarli hamma narsaga erishdi. Ammo ko'pchilik unga nisbatan har xil fikrda. Ba'zilar uni yoqtirmaydi, ba'zilar esa uni tushunadi. U faqat jangni targ'ib qilmoqda, shunchaki shou qilyapti. Seningcha bu normal holatmi? Agar hammamiz jim yurganimizda, bu sport bunchalik qiziq bo'lmasdi, to'g'rimi? Men shaxsan u bilan uchrashganman. Birga o'tirib ovqat yeganmiz, gaplashganmiz. U tarbiyali yigit. Ko'pchilik uning Islom Maxachev bilan bo'lajak jangi haqida gapiryapti. Sen bu jangni ko'rmoqchimisan? Balki u Arman bilan jang qilgani ma'qulmi? Menga bu borada xohish yoki yo'qligi muhim emas. Lekin tomoshabin sifatida-chi? Oldingiday emasman. Avvallari barchasini ko'rardim. Endi unchalik emas. Lekin ha, Islom va Taporiya jangi hozir eng ko'p tilga olinayotgan jang. Fanatlar bu jangni kutishmoqda. Fanat sifatida aytsam, ha, bu zo'r bo'lardi. Bu yaxshi janglar bo'lardi, to'g'rimi? Albatta, bu katta shou bo'lardi, qiziqarli tomosha. Ayniqsa bu jang sen joylashgan kartda bo'lsa-chi? Men uchun farqi yo'q. Men ringga chiqaman, pulimni topaman, tamom.